5 xonali so'ragan do'stlarimiz uchun yaxshi variant bilan chiqyapman. Ko'ryapsizlar, uyimizning birinchi koridorda turibmiz. Birinchi xona bilan tanishtirib chiqaman. Kelinglar. Kelganimizdan keyin mana shu uyimiz uglovoyda joylashgani uchun mana shu xonadonimiz 5 xona bo'lib ketgan. Gilamlari yo'q do'stlarmi? Agarda uylarga mana shunaqa chiroyli gilamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta poyondoz gilamlarni sizlarga tavsiya qilaman. Bu yoqda uyimizning yana bitta xonasi joylashgan. U yoqdan o'tganimizdan keyin uzungina koridor, bir tarafimizda uyimizning 3-xonasi joylashgan. Uyimizning umumiy maydoni 110 kvadrat metr atrofida. Bu yoqda uyimizning 4-xonasi imенно mana shu tomondan uyimizning orqa tomoniga chiqib bog' qo'rsanglar ham bo'ladi. Uyimizning planirovkasida sanuzil, dushovoylarimiz alohida qilib qoldirib ketilgan. Albatta like, podpisatsiya bosish esinglardan chiqmasin. Bu yoqda uyimizning glavniy kir urish eshigi va shundoqqina yonida uyimizning hojatxonalari joylashgan akkuratniy holatda. 5 xonali xonadon so'ragan do'stingizga albatta mana shu obzorimizni srochniy jo'natib qo'ying. Eng oxirgi xonamizga kelamiz, kattagina mehmonxona. Uyimiz asliga qilib qo'yilgan mana shu xonadonning obzoriga ikkinchi marta kelyapmiz. Narxlarini tushirdik. $55,000 edi. Hozir normallik narxini tushirib yuborganmiz. Qaranglar, hozir bu tomonni sizlarga naryoqdan o'tib ko'rsataman. Uy egalari leshniy narsalarini balkonga olib chiqib qo'yishgan. Ayollarimizdan eng yaxshi ko'rgan xonasi oshxonaga kelyapmiz. Bu yoq ham katta mana shu joyda o'zida ovqat qilib, mana shu kichkinagina stol qilib, ukolov qilib ovqatlanib o'tirsanglar ham bo'ladi. Va bu yoqda uyimizning o'sha ko'rsatgan kattagina balkoni, o'zini pastda podvallari ham bor, mana bunaqa tapchanlari ham bor. Uyimiz birinchi qavatda joylashgan. Yonimda 39-bog'cha, orqa tarafda mana 2-maktab ko'rinib turibdi. Inson uchun kerak bo'lgan hamma sharoit bor. Undan tashqari 26-Damas'da uyimizning oldidan o'tadi. Mana shu domni birinchi qavatida xonadonimiz joylashgan. Narxini 55,000 degan birinchi marta. Keyin 48,000 debdi. Hozirlar uchun $47,200 ga savdolashganman. Pastda raqamini qoldiramiz, sizlarga sunnatiga o'tib beriladi.